yuborgan bonkalarim qani? Shaqlatib juraman. Men musirga tashlab keldim. Voy dod, men qilaman. 9 bular qiladi, 30. Bor, bonkalar olib kelmaguncha uyga kirmaysan. Bolani ko'ngli onada, onaning ko'ngli bonkada degan shu bo'lsa kerak-da. Aya kofe qolma, musirga tashlab kelay. Tashama. Ichiga quruq choy solamiz. Mana baklashga ham kerak. Bularni nima qilasiz? Mana 1,5 litrlikka aganok yopamiz. Mana 5 litrlikni ko'tini kelsa, qo'l juvishga umumanlik qilamiz. Sizgina mana naskilarni musorga tashlab yording bola, ha? Qani endi bu naskin tili bo'lsa gapirsa. Bu shurpishani naskin dadam kiydi, akam kiydi, undan keyin men kiydim. Jirtilib bo'g'ilib qolmavini. Hozir buyumni uvol qilasizlar-da. Mayli, 2-3 ta naskini bitta qilib ukangga to'pcha qilib beraman. Aya paketni ichiga paket solib qo'yganmisiz? Tashama kerak, musor solamiz. Bu ayamga keraksiz narsadan o'zi yo'q. Hamma narsa kerak. Biznikidan musor chiqmaydi-ku. Obod tog'aylarnikidan zo'r narsa olib keldim, ushla. Ikkita jirtiq kalish ko'tarib keldingizmi, aya? Ha, tovonini yurak chaqib kelsa, chuvni o'ldiradigan qilamiz. Endi o'zimizni musorlar kamlik qilayotganda o'g'illardan musorni toshib kelyapsizmi? Tursunboy aka, uyga musor bormi? Aka bilmaysizmi, biznikidan musor chiqmaydi-ku. Ani musor mashinangizni olib tez quringda berdim. Ayam ko'rib qolsa, ana shu musorlarni uyga to'ktiradi hozir. Sandanam, mandanam, undanam. Mana 2 sinfdagi men kechada ana kun deraza artayotdingiz. Endi polartib jobsizmi? Yaxshi paytda deraza artiladi, keyin pollatda qilinadi-da. Keyin musorga tashlaverasizmi, ishqib? Yo'q, jinnimisan? Keyin mollarga jeb pishirganda o'sha yoqqa jag'varasan. O'tinga qanday yordam bo'ladi-da? Ha, onasi desa bizga kamas narsa kelishi mumkin, lekin pashshani qanot uchun musor chiqishi mumkin emas. Bitta men ayam shunaqamiki, yo sizlar ayalang ham shunaqami?